birdan Sergeli moshin bozoriga borsak bo'laychi-ku. Muxtasokir bolam, necha yil mol bozorda yurding? Molda yurdingmi? A bitta avtosalondan mashina olsang nima qildi? Qara. Bu yerda chevalaringni unut. Qishloqdanligini bilmasin, faqat Toshkentcha gapir, tushundingmi? Ota. Sen onangni men qo'shing kim terdi sana? Ya o'zi shunaqa ota. Sen ishqilib Toshkentga kelib o'zgarmagan bo'lsang bo'ldi-da. Termadingmi ishqilib? Yo, kel mashina ko'raylik. Yo o'zi ochilgan ota. Kim ochdi eshikni? Yo, kim ochdi eshikni? Voy, men tushunmadim aka. Mana eshikni kim o'zidan o'zi ochyapti? Assalomu alaykum. DMZ avtosaloni mehmonlarni hurmat qiladi. Bizda eshiklar o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Ya bu mo'jizami? Bu zo'ra kana bu qayerdagi akajon bu Italiyami? Ha, bildirib qo'yapmiz-ku, Toshkentcha gapiraylik. Bildirib qo'yamiz. Nima deyapsiz aka? Bunaqa eshiklar biz uchun xunda. Ana bu uyimizda molxonamizga ham shunaqa eshik qo'yganmiz, qo'yxonamizga ham qo'yganmiz. Bizga bitta zo'r mashincha ko'rsatib yuboring. Olloh qo'yli. Avval qo'yaylik, aka. Aka, bizda xohlagan turdagi mashinalar bor. Agar xohlasangiz Trek, qo'shnilarni to'lab 10%, 25 million to'laysiz, qolgan 4 yil davomida to'lab borasiz kreditga. Ya musafaqa qilinja bacham, bu akalarning qara nima debdi? 4 yilga bizga kreditga traktor bermoqchi. Traktor emas, trekker. Viloyatdan kelganimiz bildirib qo'yapsiz. Aman bilabman, mana kemadaman. Rosta bu trekkerchani uyga olib boraylik, traktor qilib ishlatamiz. Addu! To'riq bir ko'z ko'rinma, sen qo'shingni qara. Va hali hamdan keyin gaplashaman. Aka, xohlasangiz elektromobillarni ham kreditga berishimiz mumkin. Seriyozmi? Ya bu nima qilyapti? Ya bu nima qilyapti? Aka, mashina sizga moslashib o'rganyapti. Menga o'rganmasin, biron kun tashlab ketaman, qiynalib yuradi. Sen ana Zulfiyaga o'xshab. Zulfiyani tashlab ketsam, Eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'i bu tokda yuradi. Ata, o'zi. sen olovza deysan, uyda svet yo'q. Televizor ko'rgani. Buni qanday zaryadga qo'yamiz? Nuriyani. Xullas, DMZ avtosaloni istagan mashinangizni bitta pasport evaziga kreditga olib beradi. Aka, xohlaysizmi? Ko'chada любой mashinani toping, birga savdolashib kreditga olib beramiz. Seriyozmi? Seriozmi? Davay olamiz. Bo'pti. Lekin sizga bitta savolim bor-da, aka. Boyatdan beri o'g'lim deyapsiz, bular sap-sariqsiz, qop-qora hech o'xshamayapti-da. Nima qiladi? Yig'laysizman? Rostdan men Murod qassobga o'xshayapti qo'shnimga. Men 3 yil Rossiyaga ketgandim-da. Sen qo'shningni ham bekorga terma. Bir xil ikkalasi.